Esimni taniganimdan beri bu yerda men, Alex, Brian va shunchaki boshliq bor edi. Lekin o'sha blok paydo bo'lgan kundan boshlab hammasi o'zgardi. Yigitlar, kelinglar yana men nimani ko'ryapman o'ynaymiz. Brian, biz bu o'yinni million martalab o'ynadik. Bu o'yin endi qizig'i yo'q. Qo'ysangchi, hech bo'lmasa bir raund. Mayli, qani bo'l. Ha, yaxshi, men qandaydir ko'k narsani ko'ryapman. Bu yana qanaqa blok? Dunyo yaratish. Bosib ko'ramizmi? Baribir boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Bosaveramiz-da. Yaxshi, 3gacha sanab men buni bosaman. 1, 2, 3. Jinurson, biz qayerdamiz? Yaxshimisiz yigitlar? Men yaxshiman-u, lekin bu narsalar nima? Biz bu yerda mazza qilib men nimani ko'ryapman o'ynaymiz. Ana bu yerga qarang. Boshqa bir odam. Kechirasiz, biz qayerdamiz? Yigitlar, sizlar xunuk jitellar ekansizlar. Biz qayerdamiz? Siz turgan joy qishloq deb ataladi. Siz jitellar dedingiz. Bu nima degani? Rostdan ham bilmaysizmi? Ular bizga o'xshab gapirib ish qila oladigan odamlar. Lekin men sizga o'xshaganlarni hech ham ko'rmagan ekanman. O'zi, kasblaringiz nima? Kasb degan nima? Shunday qilib Steve, Alex va Brian o'z vaqtlarini qishloqda va o'zlariga bironta kasb tanlash uchun o'tkazishdi. Steve fermerlikni tanladi. Yaxshi, Steve, qara, biz bu bug'doyni olamiz va uni nonga aylantiramiz. Endi sen urinib ko'r. Yaxshi. Menimcha buni uddayman. Mana shundaymi? Yo'q. Sen hosilni ustidan bosa olmaysan, qani? Qara, endi mana bu yer yaroqsiz bo'lib qoldi. Endi 3tagina yaroqli yer bor. Va biz mana shu 3tagina yerni yo'qotsak, butun qishloq och qoladi. Juda afsusdaman. Men bilmagandim. Endi buni nonga aylantirish kerak. Men birinchi o'yladim, qishloqidan axir qanday nonga aylantirishni so'ramadim-ku va kallamga o'zi kelib qoldim-a? Men non yasadim. Men o'rmonga borib daraxt chopdim va o'z dastgohimni yasadim. Ishonasanmi, senga bir sovg'am bor. Nima? Tomosha qil. Yo xudoyim, bu juda ham ajoyib-ku. Endi bizda hammaga yetadigan ovqat bo'ladi. Aybimni yuvish uchun shu narsani yasadim. Buni nomini nima qo'ymoqchi? Men buni nomini Omoch deb qo'yaman. Va mana shunday mashaqqatli birinchi kundan so'ng uchala qahramonimiz o'zlari uxlaydigan uyga keldi. Birinchi kuningiz qanday o'tdi? Men qurol yasashni o'rgandim va mana bu men yasagan temir qilichga qarang, bu juda ham chiroyli-ku. Senchi, Brian? Men kartalar yasadim va kartografiya bilan shug'ullandim. Qarang, bu karta juda ham chiroyli. Bu juda ham ajoyib, birodar. Bu hazil emas. Zombilar qishloqqa hujum qilyapti. Zombilar deyapman. Bu bizni kechqurun kelib yeydigan mahluqlar. Biz nima qilamiz? Biz o'z uylarimizga kirib olamiz va eshikni yopib olamiz. Demak, biz xavfsizlikdamiz. Ammo ular eshikni buzib kirishi mumkin. Biz shunchaki biznikiga kirib masligi uchun umid qilib o'tiramiz. Nima? Lekin boshqa jitellarchi? To'g'ri, bu eng yaxshi yetim emas, lekin qo'limizdan kela oladigan yagona narsa. Ularga qarshi jang qilmaysiz, axir sizlarda qurollar bor-ku. Jitellar jang qilishni bilmaydi. Demak, men boraman. Nima, Alex bu yomon. Demak, men zombilarni o'ldiraman va bizga yordam ber. Biz xavfdamiz. Yaxshi, men sizlarga yordam beraman. Atiga bittagina zombi. Qani, o'ldirishga harakat qil. Mana. Menga tashlayapti. Yo'q, katta rahmat, sen bizni qutqarding. Senga qanday yordam berishimiz mumkin? Yigitlar, bu katta ish emas edi. Bu bittagina zombi edi, xolos. Men oldin hech kim zombi o'ldirganini ko'rmagan edim. Yo'q, bu umuman oddiy narsa emas. Yo'q, bu bittagina zombi edi. Stevening ixtirolari, Alexning jasurligi qishloqma-qishloq doston bo'ldi. Ular ikkalasi birinchi qishloq qahramonlari sifatida tanilishdi. Va uchala qahramonimiz bir-birlaridan xayrlashgandan so'ng sarguzashtlari tomon yo'l olishdi. Steve qishloqma-qishloq yurib, o'zini ixtirolari bilan jitellarni rivojlantira boshladi. Alex esa qishloqlarni himoya qilar va jitellarni o'zlarini himoya qilishga o'rgatishar edi. Yaxshi qishloqlar, bu o'zini himoya qilish darsi. Ba'zi bir detallar ustida hali ham ishlayapman-ku, lekin buni nomini Bedwars deb nomladim. Lekin hamma ham o'z sarguzashtlaridan zavq olmayotgandi. Kechirasiz janob, siz cho'l qayerdaligini bilmaysizmi? Men cho'l maqbarasini topmoqchi edim. Yo'q, xudoyim, qahramon Steve. Yo'q, men Steve emasman, men Brianman. Sen haqingda oldin eshitmagan ekanman. Yaxshi, nima bo'lganda ham siz cho'l qayerdaligini bilasizmi yoki yo'qmi? Yo'q, men bu haqida bilmayman. Cho'l aniq mana shu yerda bo'lishi kerak. Jinurson!
Bu yerda nima qilyapti? Axir u bizni bu yerga olib kelmaganmidi? Qiziq, u yana nima qila olar ekan-a? Xuddi o'tgan safargidek Brain kub ustida tajribalar o'tkazishni boshladi. Va bu kub hech kimni qo'lidan kelmaydigan narsalarni qilishga anaqaligiga anglab yetdi. Bir necha haftalardan so'ng Stiv va Alex yana uchrashdi. Alex, "Ya, xudoyim, salom. Bu yerda nima qilib o'tiribsan? Bu men qutqaradigan yana bir qishloq. Shoshma, meniki ham shu. Demak, birga qutqaramiz ekanda. Ha, oyo xudoyim, qahramonlar, bizga yordamingiz kerak. Hammamiz tuzoqdamiz. Nima bo'ldi o'zi? Bu qanday sodir bo'ldi? Bitta odam kelib bizga yordam berishini aytdi. Boshda hammasi yaxshi edi. Bizga 1 yilga yetadigan non berdi. Keyin mana shu sodir bo'ldi. Men bu blokni oldin ko'rganman. Buni umuman sindirib bo'lmaydi-ku. Bu kim bo'lishi mumkin? U o'zini Herobrine deb tanishtirgandi. Biz bu ishni kim qilganini aniqlab, sizlarni qutqarishga qaytib kelamiz. Oy, Alex, bu nahotki Brian bo'lsa? Yo'q, u Brian emas. Bu hech qachon bunday qilmasdi. So'zlar qofiyadoshiga qara. Brian. Ha, balkim. Steve va Alex bedrockga to'la qishloqlar orasidan buni kim qilganligini anglash uchun davom etishdi. Brian, nimalar qilyapsan? Hoy, salom do'stlar, keldingizmi? Ko'proq jitellarni qutqaraman deb sizlarni unutib qo'ygan bo'lishim mumkin, lekin sizlarni ko'rganimdan xursandman. Nega bunday qilyapsan? Nimani aytyapsiz? Men hatto ularni xavfsizlikda saqlayapman. Yo'q, Brian, bu xavfsizlik emas. Yigitlar, bu sizlarga yoqishi aniq. Sayohat qilib yurganimda mana bu blokni topdim. Va bu ustida tajriba o'tkazib, buni g'aroyib narsalar qilishini bilib oldim. Brian, bularni hammasini noto'g'ri. Sen bularni nima uchun qilayotganingni bilmaysan hattoki. Sen bu blokdan hammasini to'g'rilash uchun foydalanishing kerak. Nimani nazarda tutyapsan? Sen ularga yordam beryapsan. Bu ularga yordam berganing emas. Nima bo'layotganini tushunyapman. Sizlar shunchaki menga hasad qilyapsiz. Brian, nima deyapsan? Seni ishlang kallamayaptimi? Endi menda buyuk qudrat bor ekan, ikkalangiz unga kerak emassiz. Men qurgan bedrockli qafas orqali endi ularga hech kim ziyon qilmaydi. Men ular xohlagan hamma narsani paydo qila olaman. Endi ularga ikkita qahramon kerak emas, faqat bitta qahramon. Men Herobrine. O'zing so'rab olding. Shoshma. Nima? Senga nima bo'ldi? Nima? Haqiqiy qahramon bo'lishni bilmayapsiz. Mana shu blok meni haqiqiy qahramon qildi va meni qudratli qildi. Bu blok orqali men dunyoni boshqaraman. Hammaga yaxshi bo'lish uchun bu ishni qilishga majburman. Nima degani, Brian? Nima qilmoqchisan? To'xta. Nima? Bu nima? Xavotir olmang. Men sizlarni och qolganingizda kelib turaman va men nimani ko'ryapman o'ynashni xohlaganingizda. Unda xayr. Nima? Biz bu yerda qamalib qoldik. Nima? Ham shunaqa paytlardan keyin qishloqni hech kim qutqara olmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Lekin bu qishloqqa hamma narsani o'zgartirib yuborishiga hech kim ishonmaydi.